Xotin bo'lish qiyin emas. Qiyini erning jahli chiqqanida bitta gapdan qolib, gap qaytarmaslikdir. Qiyini qorni och kelganida yarim kechasi bo'lsa ham turib ovqatini oldiga qo'yishdir. Qiyini achitib, kesatib olishning o'rni kelganida uni ranjitmaslik uchun tilni tiya bilish, uni ayay olishdir. Qiyini uning ham o'z shaxsiy hududi borligini tan olish, unga daxl qilmaslikdir. Qiyini hayot tashvishlaridan charchab, alamini sizdan olganida uni to'g'ri tushunib xafa bo'lavermaslikdir. Qiyini kayfiyatingiz yaxshi bo'ladimi yoki yomon, ko'chadan kirib kelganida uni tabassum bilan kutib olishdir. Qiyini ba'zida xafa qilib ranjitsa-da, haqqiga samimiy duolar qila bilishdir. Qiyini qanchalik qiziq va sirli tuyulsa ham, telefonini ochib ichini titmaslikdir. Qiyini nafsga yoqmasa ham itoat qilish, bo'ysuna olishdir. Qiyini ayblari, kamchiliklari bo'lsa-da, bolalarga otasini